2025-yil 3-mart soliq davri yakunlari bo'yicha foyda solig'i hisobotini taqdim etishning so'nggi kuni. Ha, albatta, bu 2025-yil 1-mart dam olish kuniga to'g'ri kelganligi uchun. Ma'lumki, foyda solig'i soliq to'lovchining soliq davri mobaynidagi jami daromadlari hamda xarajatlari orasidagi ijobiy farqdan kelib chiqadi. Xarajatlar ham o'z navbatida chekiriladigan hamda chekirilmaydigan xarajatlar toifasiga ajratiladi. Soliq hisobotini shakllantirish vaqtida chekiriladigan xarajatlar, ya'ni tovar moddiy zaxiralariga doir xarajatlar, ish haqi fondi xarajatlari hamda kommunal xarajatlar summasini aks ettirishga alohida e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Shuningdek, Soliq kodeksining 317-moddasiga muvofiq ayrim toifadagi xarajatlar borki, ular foyda solig'i bazasini aniqlash paytida chegirib tashlanmaydi. Bunday xarajatlar jumlasiga soliq tekshiruvlari natijasida qo'shimcha hisoblangan soliqlar va yig'imlar summalari yoki daromad olish bilan bog'liq bo'lmagan faoliyatni amalga oshirishga yo'naltirilgan xarajatlar summalari kiritilishi mumkin. Yana shuni eslatib o'tish joizki, Soliq kodeksining 223-moddasiga muvofiq ishlab chiqarishda foydalanilmagan moddiy xarajatlarni ishlab chiqarish hisobotlarida foydalanilgan deb ko'rsatish yoki tovarlar sotish, xizmatlar ko'rsatishdan olinadigan tushumni keyingi soliq davriga o'tkazish bu soliq bazasini yashirish deb e'tirof etiladi hamda yashirilgan soliq bazasining 20% miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Shunday ekan, hurmatli soliq to'lovchilar, foyda solig'i bo'yicha yillik soliq hisobotini soliq solish bazasini to'g'ri shakllantirgan holatda hamda o'z muddatida taqdim etishni unutmang.